Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kirib kelgan yangi yillaringiz bilan birinchi ish kuni boshlaymiz. Ko'p kishi so'raydi, kvartirani pulga hovli topib bering deb, arzonroq bo'lsin, lokatsiyasi yaxshi joyga bo'lsin deganlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Ko'chamiz ham kak poложен asfaltlar bo'lgan. Gaz svitdan muammo yo'q. Bu mahalla Qilichbek qo'rg'oncha deyiladi. Shunda yo'l ustida ikkinchi ko'chaga joylashgan. Ana shu hovlimiz sotuvda. Bismillah. Kirishimiz darvozaxonamiz. Bu tarafimizga katta zal. Uyimiz issiqqina bo'lib turibdi. Balangina qilingan. Bu tarafga bitta spalnimiz ham bor. Xo'p. Bu yoqda bitta xonamiz. Uylar ichi hammasi issiqqina bo'lib turibdi. Ko'cha sovuq bo'lsa ham, lekin uy ichi issiqqina. Bu tarafga ham katta xona, ayollarimiz bor uchun syomka qilmadik. Bu yoqda katta oshxonamiz joylashgan. Hovlimizda ziloniy zonasi. Bu tarafga hammom, kladovka, uchoqxona, hojatxona bor. 8 tonali hovuz, tashqarida ham hovuzimiz bor. Mana ikkita yana katta uy taylangan, yangi uy. Narxiga kelayotgan bo'lsak, 410 million savdo qilib qo'ydi. 500 million ataga so'ragan joyga 410 million savdo qilib qo'ydi. Boshqa gruppalar ham 500 milliondan qo'ygan ekanlar. 480 ga ham bermagan ekanlar vaqtida. Bugungi kunga puli srochni bo'lgani uchun sotilibdi. Kimga qiziq bo'lsa, kvartirani pulga hovli qidirib yurganlar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Real nolga real qilib beriladi. Pastdagi nomerga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar.